Akalar, tasavvur qilyapsizlarmi? Shunda uydan chiqaman ishga. Ishdan keyin yana uyga. Где-то 10 minut vaqtim ketadi. Shuncha payt shaharda u yoqdan bu yoqqa qatnab vaqtim o'tib ketdi. Traktorga ham zakaz berganmiz oynani. Kelish kerak mana. Hozir joy qilib qo'yibman. Buni короче mana ochib mana bunga yopishtirib qo'ydim. Anoda tez kelayotgandim yo'lda. Birdaniga shamol orqaga urdi, ichiga urdi-da bir. Shunday zarba bilan urdi, ichi polnosti ano bo'lib ketdi. Ana, azram yotibdi. Yaxshiroq bir chekkaroq joyga olib to'kib tashlashim kerak. Ichi oynak bo'lib yotibdi-da. O'zim ana yerda turaman. Podvoyskiy ulitsada turaman. Boshida OK magazinda oldida. Ishim Podvoyskiy ulitsani o'zida 3 ta. Shunday uydan chiqaman ishga. Ishdan keyin yana uyga. Ashim yaqin bo'ldi. Uning ustiga bu yerda ish ham kam ekanda. 2 ta traktor ekanmiz ana. Ruskiy ham ishlayapti, tog'a. U bilan men ishlayapmiz. Ish vaqtim kam ekan. Davring keldi samandir dedi-ku, balkim davrim kelgandir. Qayerdan bilaman.